Assalomu alaykum barchaga. Ubay Tools'dan Wagnerlar haqida gaplashamiz. Ko'rishlar mumkin, Wagnerimiz eng kichkinasi 16006 degan Wagnerimiz. Kichkinagina, qulay ishlashga porshinali motor hisoblanadi. Bu yerda 16005 Wagnerimizni Beauty Ubay absolyutno bir xil narsa. Ishlashlari, sifatlari zo'r chiqqan. Porshinali bo'ladi. Emulsiya, kraska sepishga zo'r chiqqan. Bu yerda xuddi shuni kattasi 16007 degan modeli. Ko'rishlar mumkin. Bu kompyuterni hisoblanadi. Yonida kompyuter bo'ladi. Ishlashlari ham zo'r chiqqan. Moshniy baquvvat chiqqan. Buni kraskaga, emulsiyaga, hattoki shpaklovkaga ham ishlatishyapti. Ishlashlari zo'r. Bu yerda 16002 modelimiz. Membrana motor deyiladi bu. Buni ham xuddi shuni Ubay ham, Beauty ham bor. Ikki xil brendda. Ishlashlari zo'r chiqqan. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda esa Beauty brendidan kichkinagina batareykali Wagnerimiz bor. Buni ham ishlashlari zo'r. Kraska sepishga har xil rangdan ozgina kraskalar sepishga 16009 Wagnerimiz juda ham qulay ishlatishga. Bu yerda esa 16008 Wagnerimiz. Bu ham porshinali hisoblanadi. Kichkinagina, qulay, shpaklovka sepmaydi bular. Emulsiya, kraska sepishga juda qulay. Bu yerda esa shpaklovka sepgani va shuvoqlarda shunga o'xshagan qo'yiq narsalar sepish uchun moslashgan katta Wagnerimiz bor. Ko'rishlar mumkin. Bu yana bitta modeli bor, bunda kattarog'i. Ikki xil model olib kelganmizga. Sifatlari zo'r chiqqan. Ko'rishlar mumkin. Assortiment yetarli. Kimga shunaqangi sifatli assortiment yaxshi bo'lgan Wagnerlar kerak bo'lsa, Ubay Tools'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.